Alt tomonga kirib chiqdik murodi. Mana hozir turgan joyimiz, qo'lini ko'rsatdik. Mana to'rtburchak terrasa bo'ladi. Uzoq turgan joyimiz bo'ladi, yo'q bo'ladi. Ikkita eshik bilan mana bu uy bo'ladi. Да. Gapni chiqyaptimi? Да. Mana ustalar ishlayapti. Ularning kattasini oti Murodjon, Samina Adash, Muzaffarjon, Botirjon, uchta vaqtlar chog'id yigitlar. Salom deb qo'yinglar. Yaxshi. Ash orqadagi nimalar, nariga o'sha ofisning orqasida, mana yotoqxonaning orqasida katta hammom qo'yilgan. O'sha nimasi bo'yicha, strategiya hisob-kitob bo'yicha. Undan keyin buyog'ida umumiy hammom, orqasida hozir ko'rinmayapti. Undan pastlab qo'yilgan. O devor nimasi chiqib turibdi. Yana bitta kichkina o'sha ko'cha tomonga mehmonxonaga qo'yilgan tualet bor. Uning orqasi o'sha nariga devorgacha tizma bo'yicha navesib qoladi. Tom qo'shilib yopiladi. O hozir men turgan fundament o'sha devorgacha tom bo'ladi. Nari tomonga fundament qo'yilmagan, ustun qo'yilib, ayvon qilib qo'yiladi. Mashina kirsa ham kirib nima qiladi, boshqa bo'lsa ham nima qilinadi. Samimlar orqasiga yamak qo'yganmiz, aytdi. Suv chiqib ketgan. Samsungni yamak qo'yganmiz. Suv chiqquncha qo'yiladi-da. Keyin bu to'rtburchak qilib quyib chiqilib, mana fundamentda uchala hammomdan ham tualet, ikkita hammomdan ham teshik qo'yilgan. Kanalizatsiyaga nomi. Shu o'shanga tushiradi. To'lganda 5 yilda to'ladi, 10 yilda to'ladi. Italiya nimada Tortib olinaveradi mashinada. Maxsus mashinalarda tortib ketilaveradi. Pishig'ish mana hammomga. Hammomga pishig'ish. Mana davom etyapmiz. O plastik qo'yib sement. Ana ham beton qo'yilgan ekan. Chegara. U chegara. Qo'shni davlatni. Uzumlar pishyapti. Uzumliklar ko'pligini